Turk erkaklariga turmushga chiqib turib har doim ham baxtli bo'lib keta olmaysiz, ehtiyot bo'linglar deb video qilganimda turklarga turmushga chiqqan yana ko'pchilik ayollardan e'tiroz kelgandi. Mana hozir ko'ryapmiz, yana xususan Gulbahor oila qurgan, birga yashagan va xotiniga pul bergan, pul sarflagan, ya'ni 10 ming dollar bo'lsin, 20 ming bo'lsin, undan ko'p bo'lsin, sen xotin qilding, birga yashadingmi, xarajat qilgan bo'lsang, uni qaytib so'rashga haqqing yo'q-da. Hatto u narsani sudgacha olib boryapti, qamatib tashlayapti. Vijdonga, na bir qadriyatga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ya'ni uzr so'rab chiqdi-yu, lekin shuncha ish bo'lgandan keyin uzr so'rab chiqyapti. Ya undan oldin ham masalan bir opamizni 300 ming dollarga yaqin pulini uylanaman deb turib, aldov yo'li bilan olib olgandi bitta turk. Bir o'zbek ayoliga uylangan, oyoq qo'lini ko'kartirib tashlagan. Xotin qizlar haqlariga yordam so'rab chiqqan bir ayol haqida ham eshitdim. Eng dahshatlilarini aytyapman. Bundan boshqa qancha eshitganlarim bor va ochilmaganlari qancha. Ya'ni o'sha uchun nima demoqchiman, o'zbek ayollariga, xususan turklarga turmushga chiqdimmi, illo baxtli bo'lib ketaman yoki bir shahzoda deb o'ylashmasin-da. Hamma joyda xo'roz bir xil chiqaradi. Siz turmushga chiqadigan odamingizni yaxshilab tekshirasiz, keyin oila qursangiz, baxtli bo'lib ketishlik ehtimolingiz yuqori bo'ladi.